Sıfırlı mahalle. Assalomualaikum. Men Muxtaroy mahallesida 18 milyon kredit oluştu. Parandachilik bilan shug'ullanaman. Parandachilik tashkil qilish uchun Sıfırlı Bozorlarni qilsa. bozorlarni qilsa. Bozorlarni qilsa. Muxtaroy mahallesida qarashlar. Sizga parandachilikni tashkil qilish uchun biznesga birinchi qadam kiritimizdan taklif qilaman. Bu kiritimiz 7 million so'mgacha 25%dan beriladi. Ko'zda olgan bo'lib, mana shundan foydalansangiz, bu Muxtaroy mahallesida ham mahalla bankimiz bilan mahalla agentimiz bor. Tavsiyasi asosida sizga kredit beramiz, ajratiladi. O'zi bank qilgan holda, bitta kishini o'zi bank qilgan holda kiritimiz ajratiladi. Doimiy ish o'rni o'zi bank qilgandan keyin o'sha bu kiritimiz shu tartibda ajratiladi.